Step ötkendek hem de bu Amerika'nınki mesela Amerika, Gollandiya, Yaponiya nöbette asaslıkmış şu Xitayni özek bilen teminleş, çekleş sepiga öttü o. Hem de bununki Xitayga elbette üzlüksiz Xitayninki mesela en muhim narsani ishlab chiqaramayotganligini dedingiz hem de. Bulupmu özek ishlab chiqarish mashinasiga erishish uchun buning yo'lini yetyapti mesela G'arb Amerika boshchiligida. Bu kelgusidan mesela Xitay qachongacha o'tganda mesela bulupmu anaqa şu Xitay virus vaqtida nurg'un shirkatlarniki shu eng muhim o'zakka erishamaganligi uchun mashina ishlab chiqarish shirkatlarining nurg'unlariniki ish to'xtatib ketganligi haqida nurg'un xabarni bergandik biz hamda. Demak, nurg'un sohaga chetiladigan bir ish. Siz hamda buningki bu ishninki kelgusini albatta yana nurg'un ittifoqdoshlarining kayniga elib har tarafdan bo'g'ishi mumkin Xitoyni. Amerikaning siyosati bu tarafga qarab ketayotgandek turdi hamda. Sizce kelgusini bu ishninki kelgusini qanday ko'rasiz? Xitoy bu yerdan o'zi ishlab chiqara oladigan holga kelishi mumkin emas deyotganlar, mumkin deyotganlar mesela bu sahada. Mesela qanday bir chiqish yo'li bo'lishi mumkin kelgusida sizce? Endi hozir degandagidek bu Amerika boshchiligidagi ularning ittifoqdoshlari, aning keyindan bu sharq tarafdagi Xitoy boshchiligidagi davlatlarninki yana uning ittifoqdoshlari hozir ham dunyoda bir parallel vaziyat shakllanyapti. Masalan, siyosiy jihatdan masalan kesak davlatları deymizmi, BRICS davlatları deganga o'xshash davlatlar o'tirg'i chiqib hozir o'zining pulini, o'zining bankasini, yeni bir narsalarni nima qilamiz deyotdi. Ammo ular o'tirg'i kelishmaganligi uchun yanalam degan yo'nalishga bormadi. Undan keyin bularning ichidagi bir qism davlatlar ikkimenki ikki beshiga dastlab turg'uliq ilm bu tarafga foydali bo'lsa, atrofga yo'tkalaylik. Shunga bularningki ittifoqdoshlari, masalan Xitoyning tarafidagi ittifoqdoshlari ishonchlik emas. Endi garchi dunyoda iqtisodiy jihatdan nurg'un kuchli davlatlar bo'lgan bo'lsa-mu, iqtisod hozir bo'lgan bo'lsa-mu, birsiga abayq degandagi o'xshash ahli mulk huquqininki, anan keyindan hozirgi bo'lg'achi hozirlangan texnikaninki ittifoqdoshlarining sirtidagi yerlarda uni o'rtoqlashilmaganligi yoki bo'lmasa yuqori darajada qo'g'dilganligi uchun hatto ba'zan texnikalar davlat mudofaasiga shu davlatniki bevosita iqtisodga taqildigan bo'lsa yuksak darajada qo'g'dilganligi uchun shunga iqtisodiy kuchli jihatdan bo'lgan davlatlardan bu texnikaga erisholmaylik. Xitoy buning ichida. Endi Xitoy garchi yilda ko'p miqdorda nima silib, mablag' silib, hatto Xi Jinping Deng Xiaoping o'ttirib qo'ygan ishni ichib etish siyosatini keyniga yandirib, hatto bekinmachilik siyosatini qo'llanib, ba'zan texnikalarni o'zi ishlab chiqarib, o'zi uchun ishlab chiqarib, sirtlarga bermay mushtaq qilishni tashabbus qilayotgan bo'lsa-mu, ammo ular ko'rinarlik natijaga erisholmadi. Masalan, Xitoy iqtisodni taraqqiy qildirish uchun neftga ehtiyoji bo'lgan vaqtida neftni o'zining ittifoqdoshlaridan akirib, o'zining iqtisodiga nima qilgan. Bu o'zak texnikasimi Xitoy garchi shu usulni qo'llanib bir qism texnikalarni kirgizgan bo'lsa-mu, ammo bu texnikalarning ko'pincha ularningki ittifoqdoshlaridan emas, raqobatchilardan kirganligi uchun degan miqdorda texnikaga erisholmadi. Buning uchun erishimiga texnika ta'sir qiladi. Ammo bu qachongacha davomlashadi degan vaqtda buni bir narsa deyish tez. Balkim yangi ittifoqdoshlar, yangi guruhlar o'tirib chiqishi mumkin. Abay deganga o'xshash Xitoymi bu sohada amaliyotda u qadar keyinda qilganlikmi emas. Lekin eng sifatli o'zaklar yana raqobatchilarning qo'lida Xitoyning ishlab chiqarayotgan sifatsiz desak to'g'ri bo'lmaydi. Masalan, Abay dedi, nanometr doirasidagi masalan 3 nanometr, 4 nanometr darajadagi eng murakkab bo'lgan, eng mukammal bo'lgan, eng sifatli o'zaklar yana raqobatchilarning qo'lida. Xitoyning ishlab chiqarayotgani kunlik turmushlarda ishlatiladigan cho'ng masalan 10 necha nanometr sohasidagi o'zaklar. Endi balkim mushundoq taraqqiyotga davomli mablag' silayversa, yilda mancha million universitet o'quvchilari yuqori kasblarda o'qigan nimalari balkim davomli o'tirg'i chiqaversa, uning keyindan g'arb bexastalik qilib muhim texnikalarni o'g'irlab ketishi, ahli mulk nimasiniki o'g'irlab ketish sababidan Xitoy ketib qilishni kontrol qilmasa, balkim
ma'lum mezgildan keyin shu raqobatchilar bilan teng qatorda dunyoda ta'sir ko'rsatadigan darajada o'zaklarni ishlab chiqarish ehtimolligi bo'lishi mumkin. Hamda bu hozirgi hamda jo'g'rofiya va siyosiy muhitning taraqqiyotiga kelgan vaqtida bekinmachilik bakrak nima bo'lyapti hamda shu birsiga korona sababli bizlar ta'minlash zanjiridagi nihoyat bir ojizlik ekanligini ko'pincha davlatlar his qilganligi uchun Yevropa balkim bundan keyin Osiyoga beqinmaydigan, Amerikaga beqinmaydigan shaklda Yevropadagi ittifoqdosh davlatlar orasida texmi cho'ng bir nima qilishi mumkin. Ammo lekin yanılam balkim Amerika bilan teng barobarlik o'tirdi qilishi mumkin. Garchi ma'lum darajada o'zining mustaqilligini saqlab qolsin. Shuning bilan tengla vaqtda sharqda shunday bir ishni yuz berishi ehtimolligi bor. Ammo yanılam bu bir oldi bilan dunyoninki coğrafi siyasi ahvalninki muqim darajada taraqqiy qilishiga ehtiyoj bo'ladi. Bo'lmasa hamma odam o'ziga ishlab chiqqan vaqtida balkim taraqqiyot ostlab ketishi mumkin. Masalan, shu 80-yillarda, 90-yillarda biz 20-yilning misolini qildik. Nihoyat ushqandek tez taraqqiy qilgan. Bo'lsa, endi bundan keyin balkim taraqqiyotning sur'ati burunqidan biroz ostroq bo'lishi mumkin.